jigar, odam bodanmas ekansiz. Ramazon oyida umraga bormasangiz qachon borasiz? Men sizga zo'r paketlar qilib qo'yganman. Kecha sheriklar bilan o'tirdik, hamkasblar bilan. Zo'r paket qilaylik desam 1,5 ming, 2 ming, 3 mingdan kelib turishibdi-yu. Boshida xotirim yaradim. Qalblarga qo'l soldim. $1050 boshlanadi. Xohlasangiz 1050, xohlasangiz 1200, xohlasangiz 1300. Xohlasangiz Farg'onadan, xohlasangiz Namangandan, xohlasangiz Toshkentdan uchasiz. Jiddaga ham, Madinaga ham reyslarimiz bor. Mehmonxona deysizmi? Odam bodanmas ekansiz. Ramazon oyida umraga ketyapsiz. Masjiddan chiqmasdan ibodat qilsangiz bo'lmaydimi? Mayli, siz uchun yaqin joylardan, chiroyli mehmonxonalardan biron qilib qo'yganmiz. Borasiz, maza qilib ibodat qilib kelasiz. Havolar ham sovuq, ko'ryapsiz. Biznesingiz siz ham yuryapti. Pulni topyapsiz. Shuncha bir ketyapti jigar. Boring, bir marta umraga borib kelsangiz, sizdan nima ketdi? Taklifim yoqqan bo'lsa, ekraningizdagi nomerlarga telefon qiling. Telefon qilgani erinsangiz, kommentariyada Ramazon so'zini yozib qoldiring. O'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.